Amerika, Avstraliya, Yaponiya va Hindiston orasida qurilgan hamda Hind Tinch okean rayonida Xitoyni tamponlashtirishni maqsad qilgan bir ittifoq deb qaralgan 4 davlat hamkorlik mexanizmining tunji boshliqlar yig'ini Amerikada o'tkazildi. Amerika prezidenti Joe Biden, Hindiston bosh ministri Narendra Modi, Avstraliya bosh ministri Scott Morrison va Yaponiya bosh ministri Suga Yoshihide yig'indan keyin birlashma bayonot e'lon qilib, biz qonun bilan idora qilishni, yo'l boshlash va uchish erkinligini, talash-tortishlarni tinch hal qilishni, demokratik qimmat qarashi va boshqa davlatlarning zimin butunligini qo'g'daymiz dedi. Amerikaning talabi bilan Kanadada qo'lga ilingan va 3 yildan buyon tutib turilayotgan Huawei shirkatining moliya amaldori Meng Wanzhou qo'yib berildi. Xitoy jasuslik bilan ayblab tutib turayotgan 2 nafar kanadalikni qo'yib berdi. Norvegiya Ommaviy Sahiya instituti Xitoy virusi yuqumining butunlay kontrol qilinganligini, shunga barliq tadbirlarning bekor qilinganligini e'lon qildi. Lekin aeroplanda maska taqash va PCR siniqi qatorli qoidalar kuchga ega bo'ladi. Bayonotda 18 yoshdan yuqorilarning 90.6%ning tunji vaksinani urg'izganligini, 2 vaksinani qabul qilganlarning nisbatining 83.8% ga yetganligini o'tirg'a qo'yilgan. Venezuela hukumati va o'qituvchilarning vakillari orasida Meksikada o'tkazilmoqchi bo'lgan 3-bosqichlik suhbat hokimiyat yurgizayotgan partiyaning vakillari o'mikka kelmaganlikdan kechiktirildi. Somalining poytaxti Mogadishoda bomba qachilangan mashina bilan hujum qilish natijasida 7 odam hayotidan ayrildi, 8 odam yaralandi. Gerçi hech kim bu hujumning javobgarligini ustiga olmagan bo'lsa-mu, ammo bu davlatdagi terrorlik tashkiloti Al-Shababning doim bexatarlik qismlari va puxra o'ltiraqlashgan rayonlarga qaratilgan hujumlarni ilib boradiganligi ma'lum. Germaniyada bugun 16 yillik Merkel davrini oxirlashtiradigan umumiy saylam o'tkazildi. 7. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 76. növbetlik umumiy yig'ini bilan paralel o'tkazilgan Birleşken Devletler Teşkilatı yuqori darajalik energiya dialogi boshliqlar yig'inida bir guruh davlat rahbarlari va shirkatlar klimat o'zgarishiga qarshi turib qayta hosil bo'ladigan va pokiz energiyaning ishlatilishini ilgari surish uchun $400 milliard mablag' selishga va'da berdi.